Sevgili Xonobod taraflardan uy qidirayotgan mijozlarimizga 1.8 sotuv 5 xonali variantimiz bor. Assalomu alaykum. Avvalambor bizdan kuzatib borayotgan qadrli obunachilar. Xonobod Beruniy mahalla kelganimizda 1.8 sotuvlikda mana ikkita uyimiz bor. Qattiq 3 holatda pishgan ishdan qurilgan katta ko'cha uyimiz mana shunda ko'rinib turibdi. 39 yo'lida. Bu yoq tarafdan mana yangi uylar, qo'shnilar, qo'shnilar, yangi uchastkalar. Bu yoq tarafda tushgan xonadonimizni ko'rib chiqsak bo'ladi. Darvozaxonaning ustlari yopilgan mana. Mashqga moshdan qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, panada turadi. Keyin mana bu yoq tarafga yozgi oshxona uchun joy tashab ketishgan. Suv kanalizatsiyasi, suv tortib ketilgan, gaz tortib qo'yilgan, hamma sharoit qilib qo'yilgan. Yozgi oshxona qilib olishga. Qo'l uchun past tarafda bitta hojatxona bor. Zeleniy zona ham qoldirilgan. Uyi mana tashqi vidini ham ko'rsak bo'ladi. 2 qavatli, baland, ham chiroyli, hashamatli qurilgan. Balkonimizga perila reshotkalarni qo'yib beramiz deyapti, bitqazib chiroyli qilib berishadi. 5 ta xonadan tashqari oshxona, keyin yerto'lasi bo'lyapti. Yerto'lasini ham ko'ramiz. Bitta xonada yerto'la qilingan. Bemalol ishlarda foydalansanglar bo'ladi. Turqontning kotyolni qo'yilgan. Обязательно xonadonlardan bitta podvoli bo'lsa, xudo xolisa ancha shu podvol ham rol o'ynaydi. Podvoli bo'lmasa ham bo'lmaydi. Mana qishki paytlarda o'zbekchilikda mana bankalarni qo'yadigan joyi bor. Shu bankalarni qo'yishga bitta podvol kerak bo'ladi. Birinchi qavatni ko'radigan bo'lsak, mana remontlarni ko'ringlar. Birinchi qavatimiz och svetda chiroyli rang tanlangan, mushka bo'ylab ustilalingan 100% bitqazilgan holatda. Bu tarafda mana ancha joy tashalgan. Mashqdan ham mana unumli bir foydalanib olsangiz bo'ladi. Bo'sh joy bor, qo'l. Kichikroq. O'ng tarafimizda oshxona bo'ladi. Ustilalingan. Hamma sharoitlari yaxshi holatda. Topli poldasida ham radiatorga turbalar chiqarib ketilgan. Gaz turbalar tortib qo'yilgan. Faqat betga kuxniy mebellarni qo'yib, suvdan ulab olinsa bo'ldi. Oshxonadan keyin bo'lsa zal bo'ladi. 15 kishiga mo'ljallangan zal, lustralari qo'yilgan. Topli poldasida radiator turbalar chiqarib qo'yilgan. Ko'ringlar, mana zo'r zal uchun oliy remont qilishgan. Ikkita zali bor ekan. Sanuzul xona birinchi qavatniki. Bu tarafda bitta spalni. Yosh kattalar bo'lsa uyda mana shu joyga spalni qilib bersanglar ancha yaxshi bo'ladi. Birinchi qavatda, ikkinchi qavatga chiqib o'tirilmaydi, bemalol maza qilib yashasa bo'ladi. Mana endi ikkinchi qavatda ham ko'rsak bo'ladi. İkinci qavatda 3 ta xona plus sanuzul xonasi bor. Bu tarafdan balkonga chiqamiz. Balkonga reshotkalar qo'yib beriladi. Perilalar xudo xolisa. Xo'p. Spalni bitta, detskiy xona ekan bu taraf. Bolalar uchun mo'ljallangan. Zal. Yana 15 kishilik zal. Xohlasanglar bitta xonani yotoqxona qilib olsanglar bo'ladi. Ikkita zal kerak emas deydigan bo'lsanglar. Ikkinchi qavat uchun sanuzul xona. Oxirgi xonamiz. Yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan spalni ko'ramiz. Xonadonga $139,000 startli narx qo'yishdi. Kelishadigan joy bor. Xonobod Beruniy mahallada joylashgan. Xonadon qiziq bo'lsa, video tagida raqamlar qoldiramiz. Videoga like bosib, mana shunaqa sevgili taraflardan uy qo'ygan fanslarga tarqatib qo'yinglar.